Jipon. Bu so'z oldin ko'pchiligimiz eshitganmiz va bu bizani internet Wi-Fi olamidagi katta revolyutsiyalardan bittasi. Men sizga hozir Jiponni kelib chiqishi va uni nima uchun hozirgi moment juda ham mashhurligini tushuntirib beraman. Agar siz 2005-yildan baland yilida tug'ilgan bo'lsangiz, bu ma'lumotlarni aniq bilmaysiz. Bu ma'lumotlar faqat 2005 dan pastdagi insonlar tushunadi. Ya'ni Japongacha bo'lgan internet texnologiyalari va tezliklari. Mani o'zimni esimda bor, yoshligimizda oddiy oyiga qanchadir summa to'lab 128 kilobayt tezlikda o'tirardik. Hozir bu internet tezligi 10 gigabitgacha yetgan. Dastavval bizda dial-up texnologiyasi asosida internetga kirish imkoniyati mavjud bo'lgan. Ya'ni maxsus nomerga telefon qilasiz va sizga internetga kirish imkoniyati beriladi. Faqat internetga kirganingizdan keyin sizda domashniy telefoningiz, ya'ni uy telefoningiz ishlamay qolgan. Yo kimdir telefonda gapirish kerak, yoki siz internetda ishlatishingiz kerak. Ikkalasidan bittasi edi. Keyinchalik texnologiya rivojlanib ADSL, ya'ni ko'pchilikning esida bo'lsa kerak, to'rtburchak bir modem bo'lardi va o'sha modem orqali biz internet ulatardik. Endi bu texnologiya asosida biz ham bir vaqt telefondan foydalansak bo'lardi, ham o'zimizning internetimizni ishlatsak bo'lardi. Faqat bizda bez limit internet bo'lmagan. Ya'ni cheklangan megabaytlar, cheklangan gigabaytlar va bu bir oyga yetish kerak bo'lgan. Boshida hammamiz manimcha ko'pchilik sizga kerak TASX saytlarida o'tirganmizda, hatto o'zim ham TASX saytlari orqali, serverlar orqali Dota 2 o'yinimni o'ynaganman. Va Counter Strike 1.6 lar o'sha payt juda ham mashhur o'yin bo'lgan va TASX saytlarga juda ham talab katta bo'lgan. Hozirgi paytga kelib, menimcha ko'pchilik TASX so'zini hatto bilmasa ham kerak. Keyinchalik bizga VDSL texnologiyasi kirib keldi. Bu xuddi ADSL ga o'xshagan, lekin anchagina tezroq va sifatliroq bo'lgan. Faqat uni bitta minusi bor edi. Siz qanchalik serverga, ya'ni providersga uzoqroq bo'lsangiz, ya'ni sizgacha yetib boradigan simni masofasi qancha uzoq bo'lsa, shuncha sizni internet tezligingiz va sifati juda yomon ishlangan. VDSL kimlarga qulay bo'lgan? Birinchi navbatda providerga yoki serverga yaqin o'tirgan insonlarga albatta. Va nihoyat Ethernet, ya'ni ADSL va VDSL lar faoliyatiga nuqta qo'ygan yangi texnologiya. Endi internet gigabitgacha ishlashni boshladi. Bu kunlarni o'zim ham juda uzoq kutganman, chunki kilobaytlarda, megabaytlarda o'tirish uncha zavq bermagan. Hatto bitta kinoni kunlab shunday momentlar bo'lganki, maktabdan kelishimga kech payt bitta o'yinni yuklab olishga qo'yib, 2 kunlab, 3 kunlab bitta kinoni yoki bitta o'yinni yuklab olganman. Bu juda ham og'ir damlar bo'lgan. Lekin Ethernet davri kirib kelgandan keyin hammasi juda yengillashib, bunaqa kunlab kutishga boshqa sabab qolmagan. Bitta o'yinni 2-3 soatda, uzog'i 6-7 soatda bemalol yuklab olsa bo'ladi. Ethernetda qulayliklardan sanab o'tadigan bo'lsak, u barqaror. Qancha uzoqda turishingiz ham farqi yo'q, har xil masofaga bir xil tezlikka yetkazadi. Lekin uni bitta minus tarafi bor edi, ya'ni hamma narsani o'zingiz qilishingizga to'g'ri kelardi. Chunki u sizni podyezdingizdagi bilsangiz shetingiz bor. Shetingiz ichidan chiqib sizni xonadoningizga, ya'ni sizni uyingizga internet ulatilgan. Agar nimadir muammo bo'lsa, o'zingiz chiqib to'g'rilashingizga to'g'ri kelgan. Va nihoyat biza Jipon texnologiyasiga yetib keldik. Hatto bu videoni ko'rayotgan paytingiz ham siz katta ehtimol bilan Jipon texnologiyasidan foydalanyapsiz. Ya'ni hozirgi Jipon texnologiyasining maksimal internet tezligi 2-4 gigabit sekundgacha yetdi. Bu uje juda ham katta rezultat degani. Agar siz bizani davrimizda, ya'ni dinozavrlar davrida kilobitli internetda o'tirgan bo'lsangiz, bu gigabitli internet siz uchun wow bo'lishi kerak. Jipon bu qisqartma so'z bo'lib, uni bo'laklarga bo'lib aytadigan bo'lsak, G gigabit, P passiv va O ni optical network degani. Nimaga hozir aynan Jipon texnologiyasi keng qo'llanilyapti? Sababi Jipon texnologiyasida siz va provider o'rtasida hech qanday to'siq yo'q. Shunchaki oddiy bir optik tolali sim ikkalangizni bog'lab turadi. Qochishlar, qanaqadir kechikishlar yoki boshqa bir muammolar umuman bo'lmasligi kerak. Xuddi ADSL, VDSL va Ethernet kabi texnologiyaga nisbatan. Xo'sh, Jipon texnologiyasi qayerlarda ko'p ishlatiladi?
Uylarda, xonadonlarda, sababi yuqori sifatda seriallar ko'rish va hech qanday qochishlar bo'lmasligi uchun. Ofislarda sababi insonlar klientlar bilan tezroq muloqot o'rnatib, o'zini ishini tez bitirish uchun. Maktablarda va bolnitsalarda, chunki u yerda internet tezligi juda ham muhim. Hatto kamera kuzatuvlarida ham, sababi 7/24 stabil ishlash uchun. Mana shu rasm orqali siz internet tezliklarini bemalol solishtirsangiz bo'ladi. Jipon nafaqat yangi internet texnologiyasi, balki yangi standart sifat nazoratidir. Endi sekin internet yo'q bo'lgan, routerni perezagruziya qilishga shart bo'lmagan va eng muhimi kilobaytli tariflarga nuqta qo'yilgan dunyoga, ya'ni Jipon dunyosiga xush kelibsiz. Bundan qiziqarli ma'lumotlar va kontentlarni o'tkazib bormaslik uchun bizga obuna bo'ling. Hamma IT va internet sohasidagi yangiliklar aynan bizda. Kстати, да. Bu aka hozir rekordda 1 sekund bitta fraza ham aytmasdan adashgan inson sifatida tan olindi. Shuning uchun qanaqadir backstage yoki xatolarni qo'yishimizni xohlaysizlarmi? Obuna bo'lib qo'yinglar, keyingisida albatta balkim o'zbekcha ham chiqishi mumkindir. Sizlar uchun maxsus O'zbekistondagi yagona chiroyli nutq egasi sifatida va yaxshi stand-up komik sifatida men sizlar bilan ko'rishaman. Xayr, salomat bo'linglar. Obuna bo'lib qo'ying-da. Siz orqangizda turgan opa ham obuna bo'lsinlar. Rahmat. Like bosinglar, serdichka bosib qo'yinglar, hammanglarni kutamiz. Kommentariyada sharh qoldiring albatta. Balkim bizning sharhimizni yoki sizlarning sharhingizni biz o'qib chiqib turib, qanaqadir fikrlar kerak bo'lib qolar. Shu uchun yaxshiroq sharh yozib qoldiring, obuna bo'ling, biz bilan ham nafas bo'ling. Jipon olamiga yana bir bor xush kelibsan jigar. Kamera motor 5 kadr 6 dubl. Obuna bo'ling. Kadr 107 seriya. GTA 6 chiqadi, ko'rdinglarmi? Biz charchadik kadr va biz nihoyat uyga ketmoqchimiz. Iltimos Shahzod eplab ol. Shahzod kameraga qaramay, iltimos kadr va biz boshladik. Jipon